shoshmang qiziq narsani aytaman sizga. Mana shu samolyotda siz uchun gransiyaga uchirib boramiz. Bor yo'g'i bir kunda narxini eshitib shunchaki shokka tushib qolasiz. Bu narxdachi aviakassa emas, samolyotni o'zini shofiridan ham ola olmaysizda. Agarda sizlarga bir kunda samolyotda kirdi-chiqdi xizmati kerak bo'lsa, nomerga yozib oling birinchi, chunki yo'qotib qo'yishingiz mumkin. +7 kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp orqali kirdi-chiqdi xizmati kerak deysizlar. Alloh xayringizni bergur. Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kun umringiz o'tadi. Yo'lda yeb ichishga rasxod qilasiz, ichki ishlar xodimiga rasxod qilasiz. Anchagina mablag'ingiz ketib qoladi. Samolyotda bir kunda kirdi-chiqdi xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, 12-noyabrga faqatgina 9990 rubldan nima deysizlar? Bir kunda maza qilib samolyotda kirdi-chiqdi xizmatdan foydalanasizlar. Alloh xayringizni bergur. Narxlari o'zgarishi mumkin. Bu bizga emas, aviakompaniyalarga bog'liq. Shu sababdan siz iloji boricha tezroq murojaat qilib, mana shu narxda olinglar. Inshaalloh sizlarga ham manfaatli bo'ladi. Boshqa kunlarga ham bor kirdi-chiqdi xizmatlar bemalol murojaat qilaring. Sog'